Yangiliklar O'zbekistonda ko'payib bormoqda. Mustaqil yurt farzandlari uchun, o'zbek xalqi uchun do'stlar inomarkalar chetdan kirib kelishda davom etmoqda. Xuddi shunaqangi inomarkalardan biri do'stlar, bugun biz Buxoro Hyundai avtosaloniga yetib kelganmiz. Sizlarga eng asosiysi do'stlar 100 million so'm atrofida maksimum hisoblab beryapman. Balki undan kamroq bo'lishi mumkin. Bitta pasportga 12 ta viloyatdan bemalol bitta inomarkani haydab chiqib ketasizlar. Pachka inomarkani. Undan tashqari ko'rib turgan barcha avtomashinalar do'stlar o'zini pulini bo'lib to'lashga bitta pasportga qilib beramiz. Yaxshilab joylashib olinglar do'stlar. Bundan buyog'iga yangiliklar Mahmudjon kanalida chiqaveradi. Sizlar laykni bosaverasizlar. Bizdan ko'rsatish, tanlov o'zingizning qo'lingizda. Bo'lmasa yaxshilab joylashib olinglar. Hozir Nusrat akam bilan birgalikda to'liq ma'lumot beramiz. Qani ko'ramiz Hyundai avtomashinalari bizga nima yangiliklarni bomba qilib qo'ygan ekan. To'liq ma'lumot. Nusrat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiniz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlar yaxshimi aka? Nima yangiliklar? O'zbek xalqi uchun telefonda gaplashganimizda aytdingiz, Mahmudjon aka kelmasangiz bo'lmaydi. Rassrochka avtokredit, ligotniy avtokredit, undan tashqari 2% avtokredit bordingiz aka. Xuddi shunday aka. Aha. Bizda hozir nalichda hamma avtomashinamiz bor. Hamma avtomashinamizga rassrochka e'lon qilganmiz. Undan tashqari muddatli to'lov, ligotniy kreditlarimiz ham bor. Aha. Bemalol kelsinlar, ko'rsinlar, tanlab beramiz. Undan tashqari o'zini pulini bo'lib to'lashga bor aka. Bor, hamma o'shamiz bor. Endi aka obunachilarga bitta manzilimizni tushuntirib bersangiz. Manzilimiz xat tili bilan aytganda Sitora bozori. Sitora avtobozor. Aha. O'shani ro'parasida bo'lgan avtogaradok BYD Kia Hyundai avtosalonimiz. Xuddi mana shu joyda do'stlar kelasizlar, yo'qda pastdagi nomerlarga lokatsiya desanglar, akami shaxsan o'zlari lokatsiyani tashlab beradi. To'g'rimi aka? Xuddi shunday. Xo'p, ketdik bo'lmasa bitta salondan ko'rsataylik obunachilarga. Ish tartibi har kuni 9 dan 20:00 gacha dam olish kuni yo'q deyapti. Bundan tashqari avtomashinalarimiz hammasi pachka avtosalondan sizlarga ko'rsatyapman. 2025 bu mashinalarimiz, to'g'rimi aka? Bu avtomashinamiz hammasi 2025-yil restyling variantlari. Bu mashinamiz hammasidan xohlagan ranglardan, xohlagan setlardan to'p beramiz. Mashina rangiga, komplektatsiya umuman muammosi bo'lmaydi. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqib ketaveramiz. Keling shu Hyundai Elantradan boshlaylik aka. Xo'p. Umuman olganda Hyundai avtomashinalarimizga aka kafolat haqida, garantiyalar haqida bitta ma'lumot berib yuboring endi. Hyundai avtosalonimizdan biz aka har bitta mashina uchun 1 yildan 3 yilgacha kafolat beryapmiz. Ulardan tashqari yoki 150 ming probeg bilan kafolat e'lon qilganmiz aka. Tushunarli. Bundan tashqari servis xizmatlari, zapchastlarda muammo yo'q, to'g'rimi? Umuman muammosi yo'q. Servisimiz o'zimizda joylashgan, salonimizning ichida. Xohlagan paytlari biron bir muammosi bo'lsa, pod garantiya har bitta detallarini almashtirib beramiz. Undan tashqari bizda texobslushka, texdiagnostiklarimiz ham bor. Voy, malades do'stlar. Mana bemalol ko'raverasizlar. Avtomashinalar akalar, xudo xohlasa kelsanglar mana shu joyda. Endi aka test drive so'rashganlarga ma'lumot berib yuboring endi obunachilarga. Kelsinlar, ko'rsinlar, xohlagan avtomashinalarni bepul test drive qilish imkoniyatiga egalar. Bepul do'stlar, xohlasangiz sedan variant, xohlasangiz crossover variantlarni test drive qilish imkoniyatiga egasizlar. Undan tashqari avtomashinalarimizni trade-in xizmatlari ham mavjudmi? Xuddi shunday. Trading, leasing, presleniya, undan tashqari naqd yoki muddatli to'lov. O'zini haydab yurgan mashinasini olib kelsa, trading bemalol olib qolaverasiz, to'g'rimi? GM bo'ladimi, boshqa inomarka bo'ladimi, farqi yo'q. Farqi yo'q. Xo'p, aka keling mashina haqida. Nech pul bosh to'lov qilsa, bu mashinani minib chiqib ketaveradi bitta pasportga aka. Bu Elantra mashinamiz 2025-yil restyling varianti. Bu mashinamiz 344 million edi. Hozirgi vaqtda kelib bu mashinamizga skidka e'lon qilganmiz. 333 million bosh to'lov bilan xohlasalar naqdga, xohlasalar ligotniy kreditga, xohlasalar rassrochkaga olib ketishsalar bo'ladi. Demak, 11 million arzoniga skidka e'lon qilganmiz bunga. Shunday. Xuddi shunaqa do'stlar. Xo'p, xarakteristikasi qanaqa endi aka motorlari? Bitta ko'raylik o'z obunachilarga. Bemalol aka, hozir ochib ko'rsatamiz. Motor, ot kuchi, benzin rasxodi aka. Bu mashinamiz birinchi pozitsiyasi 1.6 motor. Xo'p, dons motor bo'lib, shahar ichida rasxodi 6 dan 8 gacha, trassada 5 ta yeydi. Benzin tanlamaydi, yoqilg'i tanlamaydi. Metan, propan bemalol qo'ysalar bo'ladi. Atmosferniy ekanda? Atmosferniy motor. Oho, do'stlar, metan, propan ikkilanmasdan bemalol qo'ysalar bo'ladi. Anasi ABS, kondisioner, xullas hamma narsa bor. Xo'p, qancha dedingiz rasxodini buni aka benzinga? shahar ichida rasxodi 6 dan 8 tagacha, trassada 5 ta yeydi.
trassada do'stlar 5 litrgacha rasxod qiladigan. Gap bo'lishi mumkin emas ana sizlarga. Xo'p, salonlarimizda nima gaplar endi aka? Ichkari salonga keladigan bo'lsak, chiroyli dizaynga ega bo'lgan, oddiy qilib aytganda materialli salon, kojun rul, tepa tomos bizada luk bor, oldin orqa abagrev sidenlar bor. Undan tashqari o'zini 3 xil rejim vajdanlari bor. Eko, sport, normal. Xohlagan rejimda mashinalarni haydab ko'rsalar bo'ladi. Bu mashinamiz juda ham chuqur mashina, oilaviy bo'lib, oldinda va orqaga ketadigan insonlar, ma'nodagi buyuk tepaga sal balandroq bo'lsa, orqaga ketadigan insonlar ham bemalol harakat ketadi bu mashinada. Mana do'stlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. 11 million do'stlar arzoniga narxini chiroyli qilib, skidkalarni qilib tushirib qo'yganmiz. Undan tashqari balonlarimiz 225 ga 45 17 razmerda. Bagajlari necha litr aka? Uni ham bitta ko'raylik obunachilarga. Bu mashinamizda juda qiziqarli bo'lgan bir xususiyati, to'shi bagajimiz ham juda ham keng katta, 474 litr bagaj hajmi. Undan tashqari zapaskalari panna razmer litio o'zinikidan bo'ladi, 17 disklarda. Hop, mana akalar ko'rishlari mumkin. Behijoqlar. Orqa faralari LED bo'ladi, oldini LED ksenyon bo'ladi. 4 ta oporni diskalari bor mashinamizda. Nechta rejimda harakat qiladi aka mashinamiz? 3 ta rejimda, eko, sport, normal rejimlari bor. Ha, do'stlar, ko'rishlari mumkin. Eko, sport, normal rejimlari bor, podstakanchik. Undan tashqari 90 klimat kontrollari ham bor mashinamizda. Aha. Gap yo'q. Ruli elektro APS, juda ham yengil bo'lgan rul. Xohlagan rejimlarda vibra qilgan patlari rulni o'shanga qarab og'ir yoki yumshoq bo'ladi. Endi yana bitta savol ko'pchilikda tug'iladi. Umuman olganda, imенно shu Hyundai modellarini kuzov qismi O'zbekiston sharoitiga moslashuvchanligi haqida bitta ma'lumot bersangiz aka, quyoshga, qorga, yomg'irga. Bu mashinamizda biz garantiya berishimiz sababi to'shto motor, akras, xodovka chastlarga полностью garantiya beramiz. O'zimizning klimatimizga bu juda moslashgan. Biz eng kamida 3 yil yoki 150 ming probeg garantiya beramiz. O'zimizning klimatiga moslashgan sifatli. Tushunarli. Polni mashinaga garantiya berasizlar, to'g'rimi? Polni garantiya beramiz. Servis xizmatlarida umuman muammo yo'qmi? Umuman muammo bo'lmaydi. Muammosi yo'q do'stlar, telefon qilaverasizlar. Xo'p, qarang, avtokreditga kelib olsa necha soatda, rassrochga kelib olsa necha soatda, naqd pulga kelib olaman desa necha soatda mashinani haydab chiqib ketadi. Endi naqd pul bilan kelsalar, avvalambor unchalik kutmanglar. 1 soatdan 3 soatgacha vaqt bu ko'pincha vaqt oladi. Agar kredit yoki rassrochga olaman desalar, bank ishlari bilan ko'p bilan shu 5-4 soatlarga taxlab beramiz. 5-4 soatlarga do'stlar taxlab beramiz. Bo'laveradi. Keyingi modelimiz qaysi birini ko'rsatamiz aka? San'atni bitta ko'rsatamizmi? Keling, juda ham zo'r. Sedan do'stlar, yana bitta avtomashinamiz. Buni rangi ham jab bo'lakcha ekanmi aka? Matviy emasmi? Bu Cerebris matvi yangilangan versiyalarda juda ham yangi chiqqan svetlardan hozirgi vaqtda bu rangdan yangilangan versiyalarda shu ranglardan chiqyapti shu mashinalarimiz. Mana akalar ko'rishlar mumkin. Xo'p, bunimizni xarakteristikasi qanaqa? Motorlari aka, ot kuchi, rasxodlari. Bu mashinamiz san'at mashinamiz birinchi pozitsiyasi bo'lib, 2.5 motor GDI motori bu mashinadan turibdi. Hop, benzin tanlamaydi, metan, propan. Xohlagan yoqilg'ilarni qo'ysalar, bemalol harakatlanib ketadilar bu mashinamizda. Shi ana bo'lmasa. Bu mashinamizning ot kuchiga keladigan bo'lsak, 194 ot kuchiga ega bu mashinamiz. Hop, qani motorlarni bitta otingchi. Obunachilarga bir ko'rsatib qo'yaylik akalar. Ko'rib turgan barcha akalarimizga ochingchi aka. Nasib qilsin do'stlar, xudo xohlasa. Mana, ko'ringlar. Oho, mana motorlarimiz akalarim. Metan, propan ikkilanmasdan o'rnatsa bo'ladi. Endi abez hamma narsa bor bunda akalarim. Bunga ham garantiyalari bir xil. Balonlarimiz ana sizlarga. Benzin rasxodi qancha dedingiz aka buni? Bu mashinamiz shahar ichida rasxodi 8 dan 10 tagacha. Danli yo'llargacha trassalarda. 6 ta yeydi trassada. 6 tagacha do'stlar trassada bemalol yuraverasizlar. Keyin yana bitta narsani so'rab qo'yib, imkon qadar ushbu imенно shu sedan san'at bilan elantirani ko'rsatdik. Endi atmosferniy motor aka, necha markadagi benzin quyish tavsiya qilinadi kompaniya tomonidan? Endi statistika bo'yicha 91-92 agar o'zimizda shu 80 zo'r bo'lsa, 80 zo'r bilan bemalol harakat ketadilar. Yo'qolg'i tanlamaydi, benzin tanlamaydi bu mashinamiz. Lekin o'zimizda qiyinuvda 80 ni zo'rini topish, to'g'rimi aka? Yo Buxoroda bormi? Buxoroda endi yo'q, afsuski, biz o'sha uchun har bir mijozlarimizga shu metan yoki propan tavsiya etamiz. Nimaki hozirgi vaqtda kelib shu propan yo'qolg'i ham
benzindan qo'lishmaydi, probeg ham o'shanga qarab ko'proq bo'ladi. To'g'ri. Do'stlar, endi sharoitga qarab imkon qadar propan qo'yishlarini maslahat beraman, chunki propanda oktaniya anchagina baland. Endi sharoiti mandiroq deydiganlarga metan. Do'stlar, bemalol qo'ysalar bo'laveradi. Salonlarimiz umuman mana boshqa dunyo akalar, kojinli akalarim. Bu tomonda avtomat. Xo'p, aka, bunda nechta rejim bor endi? Bu mashinamizda 4 ta rejim bor. Birinchi rejimi Eco, ikkinchi rejimi normal, uchinchi rejimi sport bo'ladi. 4-chi rejim My Drive. My Drive'da shu haydovchi o'ziga mos qilib, podveskalarni, rulovoy bichaklarni o'ziga mos qilib taxlasa bo'ladi. Tushunali. Xo'p, tomlari shunda panoramnik bo'lyapti, to'g'rimi aka? Birinchi va ikkinchi pozitsiyalarda bizda kuzov ko'rinishidan, tashqi ko'rinishdan bir xil bo'ladi. Faqat 1 bilan 2 ni dop opsiya funksiyalarga farqi bor. Hozir shunda ochiladimi bu? Ochiladi. Ochiladi. Do'stlar, ochiladi, bemalol ko'rishlari mumkin. Bagajlari necha litr hajmga ega aka? Bu mashinamiz qiziqarli tarafi Elantra mashinamiz bilan bir xil bagaj hajmi. 474 litr bu mashinamizda bagaj hajmi ham. Zapaskalari panorazmerni litio bo'ladi. O'zinikidan 18 kontinental ballonlarda bo'ladi. Diska ballon, o'zi turgan diska ballondan bo'ladi. O'zidan bo'ladi aka. Gap yo'q, qadrdonlar, murojaat qilamiz. Xo'p, narxini so'raganlarga aka bitta ayting endi obunachilarga. Narxiga kelishgan paytimiz bu birinchi pozitsiyasi 459 million 800 bo'ladi, ikkinchi pozitsiyasi 556 million 100. Tushunarli. Bunga ham rasrochka bor. Bu mashinamizda ham xuddi Elantraga o'xshagan bir xil usloviyalarda bo'ladi. 1 yildan 1,5 yilgacha rasrochkalarimiz bor. Gap yo'q, qadrdonlar, bemalol murojaat qilaverasizlar. 12 ta viloyatdan kelib, mashinani test drive qilib ketaverasizlar. Bu serebristi matvi qilingan rangidan. Xohlasa yana buni boshqa ranglari ham bor, to'g'rimi? Bor, mokro asfalt matvidan bor, qora matvidan bor. Rangga kompleksiya hech ham muammosi bo'lmaydi bu mashinamiz. Rangi o'zgarsa narxiga umuman ta'sir qilmaydi, to'g'rimi? Yo'q, bizda bunaqasi yo'q. Narxlar do'stlar bir xil, rangi o'zgarsa ham muammo yo'q, kelaverasizlar. Xo'p, keyingi avtomashinamiz qaysi birini ko'rsatamiz endi? Aka, Tucson'ni ko'rsataylikmi bitta? Xo'p, Tucson bo'lsa Tucson, oldimizda qarshimizda turgan Tucson avtomashinasi 2025 yangilangan versiyasi restyani bo'ladi. Bu mashinamiz 2 lik motor, qolgan shu Elantra Sonata mashinamiz bilan birgalikda shu atmosferli motor. Shahar ichida rasxodi 8 tadan 10 tagacha benzin tanlamaydi, yo'qligi tanlamaydi. Gap yo'q. O'zi hozir bunday olsa, Hyundai почти hammasi atmosferli motor bo'lyapti, to'g'rimi aka? Turbina yo'q, to'g'rimi? Turbina endi bir xil konditsatsiyalarga bor. Ular xohlasalar pod zakazdan zakaz qilishimiz mumkin. Agar nalishda bo'lsa, taqdim qilib beramiz. Tushunali. 100 ga necha sekundda chiqadi mashlar aka endi? 100 ga aka bu asosan Hyundai avtomashinalari akajon, qana aytsam, dinamika uchun yoki skorost uchun emas. Bular aka asosan mягкость uchun. Bu sedanda ayting bo'lmasa, Elantrami yoki Sonatami? Qaysi biri 100 ga bormi, bir normalniy chiqadigan? Elantrada 100 ga 9 sekundda chiqadi. Sonata esa shu chiqishi 7-6-8 sekundlarga chiqadi. Voy malades. Ana do'stlar, endi tezlikka qiziqqan yoshlar uchun. Endi bu do'stlar, akam aytmoqchi, crossover variant bo'lgani uchun u darajada unga e'tibor berilmaydi. Asosiysi komfort akalarim. Xo'p, motorlarimiz 2 atmosferni deysiz, to'g'rimi aka? Xuddi shunday. Ot kuchi qanaqa dedik? 154. 154 ta ot kuchi akalarim. Ko'rishlar mumkin sizlarga avtomashina. Xo'p, aka, nechta benzin rasxod qilyapti endi bularimiz? Shahar ichida 8 dan 10 tagacha, danlida 5 ta yeydi aka bu avtomashinamiz. 8 dan 10 tagacha, danlida do'stlar 5 ta yeydi. Salonlarimizni ham mana ko'rib, o'zlar bahosini berasizlar. Gap yo'q do'stlar. Nechta rejimda harakat qilinadi bu? Bu mashinamizda xuddi Sonata mashinasiga o'xshagandek 4 ta rejim bor. Eco, Sport, My Drive funksiyalari bor. Undan tashqari bu mashinamiz full elektropaket. Bu mashinamizda pamya sidyenlari, oldin ikkita o'rindiqlarga abagrev, orqasida abagrev sidyenlari bor. Kepatomuz panorama bo'ladi, xuddi Sonata mashinamizga o'xshagan. Undan tashqari do'stlar. Xo'p, undan tashqari bu mashinamizda dual-zonli klimat kontrol, bespроводной зарядка va bistro zaryadkalar bor. Orqada harakatlanib ketadigan yo'lovchilar uchun alohida deflektor va bistro zaryadkalari bor. Mana, qadrdonlar, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Undan tashqari ana ballonlarimiz ham bitta ko'ylar 19 razmerda do'stlar. Bunga ham bemalol metan, propan tiklanmasdan o'rnatib olsanglar bo'ladi. Ana do'stlar, ovoz orqali boshqaruv bormi bunda, yo'qmi? Голосовое управление. Голосовое управлениялari yo'q akajon. Ana, akalar ko'raverasizlar.
Hop. Detskiy rejimlar endi bo'lsa kerak bunda, to'g'rimi aka? Xavfsizlik bo'yicha bu mashinamiz birinchi o'rinda. Nimaki, Tucson avtomashinamizda biza asosiy xalqimizdan kelib chiqqan holatda ayollar oladi. Nimaki, bolalarni bog'cha, maktabga tashish uchun bu mashinamiz juda ham zo'r qulay mashina. Undan tashqari benzin tanlamaydi, yo'qlik tanlamaydi. O'shanga qarab yo'qlik ham kam yeydi. Gap yo'q. Do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Endi yana bitta savolda, mana shu crossoverlar haqida gap ketganda, ko'pchilik hadovoy qismi haqida ma'lumot so'raydi. Nusrat aka, hadovoy sistemalari qanaqa bu mashinalarimiz? Bu hadovoy sistemalar akajon oldin orqa nezavisim bo'ladi. Bu mashinalarimiz hammasi nezavisimi hadovoy chaslari yumshoq. Ya'ni masalan bitta balon chuqurga tushsa, qolgan 3 tasi umuman ta'sir o'tkazmaydi. Shunaqami nezavisim? Bo'laveradi. Akalar telefon qo'yinglar. Narxi qancha endi bu mashinamiz aka? Bu mashinamizda birinchi va ikkinchi paysalarda biz skidka e'lon qilganmiz. Birinchi paysasi 544 million edi. Hozirgi vaqtda kelgan paytimiz 499 millionga tushdi. Ikkinchi paysasi esa 548 million edi, 525 millionga tushdi. Bir bilan ikkini farqi kelgan paytimiz birinchi paysasida ikkita old balon tortadi, ikkinchi paysasida polnopриводный rejim bor, orqasida kardanval bo'ladi. Ana, akalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Bundan tashqari rasrochka bor. Hamma mashinamiz bor. Trading rasrochkamiz bor. Avtokreditga ham gaplashaveramiz, muammosi yo'q. Rasrochkaga bosh to'lovi necha foiz to'lash kerak aka? Hozirgi vaqtda bu mashinamizda 60-70% bilan chiqibdi. Xuddi Sonata, Santa Fe, Elantra mashinamizga o'xshagan. Qolgani necha oyga bo'ladi? 1 yildan 1,5 yilgacha chiqarib bera olamiz. 1 yildan do'stlar 1,5 yilgacha chiqarib bermoqdamiz. Murojaat qilasiz. Buni ham xuddi shunaqa ranglarda muammosi yo'q. Rangida ichkari salonda xohlagan ranglarni tanlasa bo'ladi. Unisida muammosi yo'q. Narxida kelganda bir xil bo'ladi. Hammasi nalichida bor, to'g'rimi? Nalichida bor. 2025 yillari, to'g'rimi aka? Shunday. 2025. Xo'p, bu mashinamiz qanaqa endi? Santa Fe so'raganlarga. Bu mashinamiz 2025-yil Santa Fe yangilangan versiyasi restyling aka. Aha. Bu mashinamizda ikkita paysasi bo'ladi. Birinchi paysasi bazaviy komplektatsiya, ikkinchi paysasi sal qanday aytsam, kalligrafiya paysasidan bo'ladi. U 6 kishilik bo'ladi. Biri bilan ikkini farqida asosiy funksiyalarda unchalik farqi yo'q. Faqat orqa o'rindig'i ikkinchi paysasida nima bo'ladi? 6 kishilik, birinchi paysasida 7 kishilik bo'ladi. Bu mashinamiz oilaviy mashina bo'lib, hamma qulayliklari bor. Oho, do'stlar, mana sizlarga 2 ta odam, 3 ta odam, 5 kishi, oldikda 7 ta odamni o'z bag'riga oladi do'stlar. Endi biz o'zbekimiz orqaga ham 3 ta o'tirib olsak bo'laveradi do'stlar. Bemalol 8 ta o'tirgan bo'laveradi. Xullas, mashina o'ta ideal, luklari ham o'zi ham oldiga, orqaga alohida do'stlarim. Eshiklarimizda eng so'nggi o'sha sifatli materiallardan ishlangan afshipkalar. E'tibor berayotgan bo'lsak, qulaylik yaratish bo'yicha orqa sidinani isitishi imенно shu do'stlar eshikka o'rnatilgan. Bemalol u odam o'ziga xohlagandaqa ligrovka qoladi, narigi tomonda o'tirgan odam o'ziga xolosa o'chiradi, xolosa yo'qadi. Va zavodskoy shtorkalari ham bor ekanda aka buni. Oho, gap yo'q. Bu tonirovkasi ham zavodskoy shekilli. Yo'q, bu oynalari kuydirilgan bo'ladi. Aha. Kuydirilgan zavodskoy, to'g'rimi? Zavodskoy kuydirilgan. O'zimiz hozirgi chiqayotgan do'stlar, kobaltlar singari kuydirilgan. Mana qo'ylar yon tomonlardan ham mashina o'ta ideal holatda. Voy, Santa Fe so'raganlarga. Motorini qanaqa dedik aka buni? Santa Fe mashinamizda motor 2,5 atmosferli bo'ladi. Xuddi qolgan mashinamizga qaraganda yoqilg'i tanlamaydi, benzin yoqilg'i tanlamaydi. Benzin umuman do'stlar propan yokida holatiga qarab metan ham o'rnatib olsanglar bo'ladi. Narxi qancha endi aka bu mashinamizning? Bu mashinamiz narxi bazaviy komplektatsiyasi 7 kishiligi 676 million bo'ladi. Aha. Ikkinchi paysasi kelgan paytimiz u mashinamiz ikkinchi paysasi skidka tushgan. Hozirgi vaqtda 751 million 700 narxga tushgan. Bunda ham do'stlar rasrochkaga o'zini pulini bo'lib to'lashga yoki avtokredit hammasiga olib ketasizlar, qadrdonlarim. Xo'p, ana endi obunachilarimizga aka bir servis xizmatlari qayerda bo'lyapti deganlarga bir bu yoqda ko'rsatish mumkinmi, mumkin emasmi? Yo'q, servisda endi bizda asosiy ko'rsatganimiz mijozlarning o'zlari keladi. Bizda servis xodimi chiqib, mashinani qabul qilib oladi va o'zlari bilan kirib ketadi. Gap yo'q. Akalar bemalol telefon qilinglar. Nomerlar pastda qoldirilgan. Nusrat akam shaxsan o'zlari shu yerda bo'ladi. Hozir biz sizlarga 4 ta model ko'rsatdik do'stlarim. Kelasizlar, undan tashqarida ham mashinalar turibdi. Bemalol kelib, test drive'larini qilib, mashinchalarni olib ketsanglar bo'ladi.
Aka, endi obunachilarga yana bitta tushuntirib qo'yasiz salonimizni. Manzilimiz xalq tili bilan aytganda Stora bozor, avtomashina bozori ro'parasida Avtogaradok, BYD, Hyundai, Hop. Kia avtosalonimiz. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Aka, sog' bo'ling. Tanishganimdan xursandman, xush Xudo kelibsiz. xolasa Mahmudjon kanalidan esa narxlarni yana ham chiroyli qilib berasiz. Xuddi shunaqa. Qadrdonlar, nomerlar pastda turibdi. Biz sizlarga ko'rsatamiz desak, avtomashinlar haqida juda ham ma'lumotlar ko'p, lekin vaqtingizni o'g'irlamagan holatda sizlar uchun eng asosiy joylarga e'tiborni qaratdik. Sog' bo'linglar, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.